Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Tinchlikmi? Chaqirgan ekansiz? Ha, haligi biroz kerak bo'lib qoladi. Pul? Ha. 1 millioncha bo'lsa bo'ladi. Juda ham zarur edi. Aka, so'mim yo'q, dollarim bor. Dollar berib turishim mumkin lekin. Shunaqami? Faqat Mayli. aka, zalogga nima adres bormi? Zalogga hech narsa olib kelmamanmi? Mana musoqatsiz originalmi? Original nima ish qiladi bizda? Bo'ladimi? Bo'ladi, bering. Bo'ladi aka. Mana ukajon. Mana 100 dollar bir oyga. Xo'p. Keling. qaytaraman. Rahmat. Aka. Shartim bor. Bir oydan keyin buni 200 dollar qilib berasiz. Mayli. Pul zarur edi. Yaxshi. Kelishdik. Aka. Hozir o'ylasam, bir oydan keyin 200 dollar qilib berishga qiynalib qolasiz. Yarmini hozir berib ketsangiz, yengil bo'larmidi sizga? Nima deysiz? Yarmini? Qanday qutularsiz? To'g'ri lekin. Ha, to'g'ri-ku. To'g'ri aytasiz. O'shanda 100 dollar qarz qoldi. 100 dollar Bir qoldi. oydan keyin gaplashamiz, ha? Xo'p. Sog' bo'ling. Yaxshi yetib oling. Yaxshi. Yaxshi odam aka. Tushunmadim. Nima bo'ldi hozir? Soatni berdim. Pulni oldim. Pulni berdim. To'g'ri lekin.